O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Energiya obmeni uchun bitta like podpiska sizlardan. Kim energiya obmen qilmagan bo'lsa, unga mana raskladim tegishli emas va nimaki ochilim bo'lsa, u insonga tegishli emas. Energiya obmen shart o'rtoqlar. Shart, chunki men sizlarga energiyani bag'ishlab rasklad qilaman. Sizlar o'sha energiyani olib osmonga tezroq ulashish uchun energiya obmen qilish kerak. Так, o'rtoqlar, кто знает, тот и поймет bunaqa texnikani. O'shanga o'rtoqlar. Так, ketdik qisqa balonda. Ko'plarning kommentariyasini inobatga olgan holatda xotinlar uchun ochilim bo'ladi, ya'ni birdaniga mana partnyorim o'zgarib qoldi. O'shanda qora sehr, ya'ni magiya bormi, yo'qmi degan savollar ko'p bo'ldi. Iloji bo'lsa ochib bering deyishdi va men ikkita karta qo'yaman. Qaysi biriga ko'nglingiz tortsa, ana o'shanga savolingizga javob bo'ladi. Hozir o'rtoqlar, tanlaylar. Birinchi, ikkinchi variant. Qaysi biriga ko'nglingiz tortsa, qaysi biriga ko'zingiz iliqli bo'lsa, ana o'sha variantni tanlaylar. Yana qaytarib o'taman. Bu videoyim parachkalar xotinlarga tegishli. Partnyorim birdaniga o'zgarib qoldi. Bizda sehr bormi, magiya bormi? Shu savolingizga qisqa balonda javob olasiz. Birinchi variant ochyapman o'rtoqlar, birinchi variant. Birinchi variant. Sizda sehr alomatlari hali yo'q, lekin eski sizda bo'lgan, hali yengillanmagan, lekin sizda eskidan sehringiz bo'lgan, lekin bu yengillanmagan varianti, ya'ni tushuntira oldimmi? Ikkinchi variantni ochyapman. Ikkinchi variantni tanlaganlar o'rtoqlar. Ikkinchi variantda kim tanlagan bo'lsa, sizda sehringiz bor va bu regularni qilinib turadigan sehr chiqdi. O'rtoqlar, sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.